Bugungi kunda ulug' qadriyatlarimizni asrab-avaylash, yosh avlodni milliy musiqaga muhabbat ruhida tarbiyalash muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ana shu maqsad yo'lida ta'lim muassasalarida o'tkazilayotgan ochiq darslar nafaqat o'quvchilar, balki pedagoglar uchun ham katta tajriba almashuv maydoni bo'lib xizmat qilmoqda. Qarshi ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabining mahoratli o'qituvchisi Mahliyo Ergasheva tomonidan o'tkazilgan ochiq dars ham musiqiy bilimlarni oshirishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. Shu kuni an'anaviy cholg'ular o'rganish dutor fanidan o'zbek xalq kuyi mavzusi yoritildi. Ustoz dutorda xalq kuyini ijro etish mahoratini 11-sinf o'quvchisi misolida yoritib berdi. Dars jarayonida o'quvchiga kuyning tarixi, mazmuni, ijro uslubi hamda dutor cholg'usining o'ziga xos xususiyatlari haqida keng tushunchalar berildi. Dutorchi qizlar ansambli ijrosidagi 3 xil o'lchovdagi kuyni biz eshitdik. Birinchi kuy 3-4 o'lchovda, ikkinchi qismi sho'xlashadi 6-8 o'lchovda va uchinchi qism 2-4 o'lchovda yozilgan. O'lchovlari, doira usullari haqida ma'ruzaning oxirida gapiraman. Men yor-yorning birinchi qiladigan ishimiz tarixi haqida gapirishni boshlayman. Interaktiv usullar asosida olib borilgan dars amaliy mashqlar, savol-javoblar va ijro tahlillari orqali yanada mustahkamlandi. Jo'rnavoz o'qituvchi ham darsda faol ishtirok etib, ijro jarayonini boyitdi. Albatta, bunday yakkaxon dars mashg'uloti orqali pedagoglar jamoasi ham yana bir bora o'zaro tajriba almashishga muvaffaq bo'lishdi.